Shu kabi odamlardan hayron qolaman. U desangiz bu deydi, bu desangiz u deydi. Nimamish qandaydir bitta video orqali Todni gay emasligiga ishona olmayman va hokazolar. Xullas, nima qilmang, shu meni qandaydir oddiy an'anaviy oilaga ega bo'lgan natural yigit sifatida qabul qilish bular uchun mumkin bo'lmagan vaziyat bo'lib qolyapti. Shu nima deyman, tamg'ani qo'yib qo'ysa, bu gay. Xuddiki mening gay bo'lishim qandaydir ta'sirga ega. Xo'p, men gayman ham deylik. Nima o'zgaradi? Men keltirgan ma'lumotlar noto'g'ri bo'lib qoladimi bundan? Yo'q. Mening gay bo'lishim men keltirayotgan da'volarga zarracha ahamiyati yo'q. Bu birinchidan. Lekin siz kabi dalboyoblar uchun yana bir bor qaytarib o'taman. Shunchalik mening shaxsiy hayotim sizga qiziq bo'lsa, YouTube'da to'laqon seriya bor. Kofirning bir kuni deb atalgan. Ushbu seriyadagi videolarda men o'zimning kundalik hayotimni ko'rsataman va ular sahnalashtirilgan qanaqadir yarim soatda qilingan videolar emas, to'laqon bir kunimni ko'rsataman va shu 11 ta yoki 12 ta kunimni ko'rsatganman. Oilamni, nimalar qilishimni, shu kundalik hayotimni, hatto meni yalang'och ko'rishingiz mumkin ushbu videolarda, shunchalik qiziq bo'lsa. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda ham mening oilam haqimda yetarlicha ma'lumotlar turibdi. Datalari bilan, ya'ni shu qo'yilgan sanalarigacha hisoblab chiqishingiz mumkin. Agar mening mana shu xotinim qandaydir aktrisa va sahnalashtirilgan bo'lsa, men qandaydir juda ham boyvachcha bo'lgan shu 14 yildan beri sahnalashtirib kelayotgan odam bo'lyapman. Eganda bilmaganlar uchun qaytarib o'taman, men mana shu ayol bilan 14 yildan beri birgaman. Mana bu yil endi 15-yil bo'ladi. Ba'zi bir mu'min musulmonlardan ko'ra uzoqroq yashayapman bitta ayol bilan. Lekin shu joyda bir ajoyib fikr tug'iladi. Shunchalik siz tanqidiy fikrlovchi ekansiz, shuncha ochiq-oydin dalillardan keyin ham buning gay emasligiga shubham bor degan nimaga g'oyangiz ekan, shunchalik skeptik ekansiz. O'zingiz diningiz haqida ham shundaymisiz? Ya'ni o'zingiz islom diniga bo'lgan fikrlaringiz ham shunchalik tanqidiymi yoki bu joyda shunchaki ikkiyuzlamachilik qilyapsizmi? Menimcha ikkinchi variant. Xullas, yana qancha dalil kerak menga baribir-ku, lekin sal aqli raso odam bo'lsangiz, buni tushunib yetgan bo'lasiz. Shunaqa gaplar, uzr kuyib ketdim.